Bugun O'zbekistonda, xususan Toshkentdan chiqayotgan xabarlarga, video materiallarga ko'ra, Toshkentda taxminan 2 yil oldin ayni shu Toshkent hokimiyati tomonidan qurib bitkazilgan, soliqchilarning 10 million dollar puliga qurilgan yo'l o'tkazmasini bir tomoni qulab tushgan. Eng qiziq tomoni, hokimiyat ayni shu ko'prik ochilish vaqtida bu ko'prikni 100 yil xizmat qiladi deb afsuski noto'g'ri PR reklama qilib qo'ygan. Endi albatta hamma uchun ochiq sir bo'lgan narsa, bu narsani qulashiga sabab bo'lgan narsaning eng asosiysi bu tanish bilishchilik. Qarindosh urug'chilik va o'sha qarindosh urug'ligiga bog'langan holatda berilgan kontraktlar bo'lishi kerak. Va pora aralashganlik ehtimoli ham juda yuqori. Ayni shu asosda shu kompaniyalar demak, ishiga puxta bo'lmagan holatda to'g'ri rejalashtirilmaganligi, balki o'sha smetada yozilgan narsalarni qimmat yozishga yozib, lekin o'sha smetada ketkazilishi kerak bo'lgan armatura bo'lsin, sement bo'lsin, o'shalardan urib qo'ygan holatda kamroq ishlatilgani oqibatida demak mana shu narsa kelib chiqqan. Eng katta zarar hozir davlatga degani davlatga to'langan soliqlarga tushadi. 10 million dollar ketdi, hozir yana nechidir million dollar, balki nechidir 100 ming dollar atrofida ta'mirlash ishlari olib boriladi. 12 yil davom etadi, uni ham hech kim bilmaydi. Aslida qanaqa bo'lish kerak edi? Aslida tender e'lon qilinishi kerak edi. Eng arzon bergan, ya'ni eng arzon taklif bergan kompaniya xuddi shu demak kontraktni olish kerak edi. Va unga oxirida oddiy shart qo'yish kerak xolos. Birinchidan, necha yilga garantiya berasan mana shu narsa turishiga? Hop 10 yil, 100 yil kerak emas, 10 yil garantiya beraman yoki 10 yil emas, endi ko'priklar bir 50 yil turish kerak bo'lmasa, 25 yil turish kerak adashmayotgan bo'lsam. Bo'pti, ya'ni fundamentdan qulamasligiga garantiyada. Undan tashqari, masalan, davlat sifatida yoki o'sha Toshkent shahar hokimiyati sifatida bemalol deylik bir 5 yil yoki 5 yil deylik, nima xizmat ko'rsatish ishlari, deylik, oqlash, ko'klashlari, biror joy o'pirilib tushsa yoki sal qulab tushadigan bo'lsa, bemalol o'zing bo'yningga olgan holatda qilasan degan narsani bo'yningga qo'yish mumkin edi. Hozir lekin ular o'ziga o'rganish ishlari olib borilayotgan ekan, rasmiy xabarga ko'ra, norasmiy xabarlar bo'lsa yomg'irni ablashni boshlashdi.